Ochiq muloqot bu tadbirkorlarning muammolarini tinglash bilan cheklanmaydi. Bu ularni yechish, yangi imkoniyatlarni shakllantirish va davlat hamda biznes o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladigan amaliy muloqot maydoni. Navbatdagi uchrashuv oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar bilan o'tkazildi. Sanoat kooperatsiya va davlat xaridlar agentligi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqaruvchi yo'nalishdagi tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Ushbu ochiq muloqotda respublika hududidan 60 ga yaqin tadbirkorlar qatnashdi. Bugungi kunda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan davlat rahbarimizning PF-17 farmoniga asosan turli xil tadbirkorlarga imtiyoz va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari mavjud. Bu farmonga asosan mahalliy ishlab chiqaruvchilarga imtiyozli kreditlar ajratilishi tushuntirildi. Misol uchun milliy valyutada 12%, xorijiy valyutada 6% dan kredit mablag'lari ajratilishi, brendlarni jalb qilgan korxonalarga subsidiyalar berilishi, yangi turdagi mahsulotlar o'zlashtirilganlarga bojxona boj imtiyozlaridan ozod etilishi bo'yicha tegishli ko'rsatma va takliflar yoritildi. Muhtaram prezidentimizni ayniqsa mana shu mazkur 250 farmonlari bilan oziq-ovqat mahsulotlarini, ayniqsa o'sha qandolat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarda juda katta yengilliklar yaratilgan. Chunki bu farmon bilan Jahon savdo bilan ishlash idoralari komissiya tomonidan tasdiqlanadigan 15 turdagi mahsulotlarimiz bo'yicha bugungi kunda tadbirkorlarimiz, ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz birinchi navbatda nima yengilliklar berilgan bo'ladi? Bular ishlab chiqarish uchun olib kelayotgan chetdan xom ashyolarni bojxona hududida qayta ishlash rejimidan foydalanib, ya'ni tovarlarni ishlab chiqarishda to'g'ridan-to'g'ri o'zini omborga olib borish, hech qanaqa muvofiqlik va gigiyena sertifikatlarini olmasdan, bojxona to'lovlarini to'lamasdan, oldindan bojxona to'lovlarini обеспечение qilmasdan, ya'ni kafolat summalarini qo'ymasdan tovarni tan narxini arzonlashtirgan holda ishlab chiqarib va erkin muomalaga chiqarishdan oldin, ichki bozorga sotishdan oldin faqatgina qo'shilgan qiymat solig'ini to'lagan holatda, ya'ni bojxona bojlaridan olib kirilgan xom ashyolarda bojxona bojlaridan to'lamasdan ichki bozorda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lagan holda sotish imkoniyati yaratiladi. Bu birgina misolga oladigan bo'lsak, mana birgina tadbirkorimiz ham aytib o'tdilar. Ya'ni 6 oy davomida hozir faoliyatlari davomida tovarni tan narxini 15-18% ga arzonlashganligini aytib o'tdilar. Ya'ni bu juda katta imkoniyat. Bu tovarni tan narxi arzonlashi bizdagi importni o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarishni o'zimizda ko'paytirish imkoniyatini yaratdi deb o'ylayman. Men Abdulla Rahmonjon Ahmadovich, Almira guruh korxonasi rahbariman. Krember brendi ostida mahsulot ishlab chiqaramiz. Bizning faoliyatimiz 17 yil bo'lgan. Shu oxirgi yillarda 2016-17 yillardan boshlab yana rivojlanish boshlandi. Hozir kunda kunlik ishlab chiqarishimiz 160 tonna, oyiga 4000 tonna mal sotamiz. Shuning ichida asosiy bizlarni xom ashyoni tashkil qilgan import mollarimiz bor. Shu import mollar bo'yicha hozir 250-qarorlar qo'llangan holda juda katta yengillik bo'ldi biz uchun. Xudo xolasa bundan keyingi mahsulotlarimiz tan narxi tushishiga va undan keyin ishlab chiqarishni yanada ko'paytirishga va ish o'rni yaratishga bu imkoniyat beradi. Ochiq muloqot har doim foydasi bor. Sababi mana shu o'zimizda bo'layotgan muammolar, kerak bo'lgan kelajakda qilinadigan ishlarni muhokama qilamiz. Ochiq muloqot shu tomondan foydasi bor. Mana bu 250-qaror asosida bizda ishlab chiqarish bo'yicha ruxsatnoma berilgan. Biz bu rejimdan juda xursandmiz, sababi eksport qiluvchi kompaniyalardan biri hisoblanamiz va biz uchun bo'lgan takliflardan biri bu olib kelinayotgan import mahsulotlarni rastamoshka qilmaslik, ya'ni bojxona to'lovlaridan ozod bo'linishi, o'z hududida qayta ishlab turib eksportga yanada ko'proq foyda qilishga qaratilganligi biz uchun katta foyda hisoblanyapti. Bu sxemani keyinchalik davom ettirilishini xohlab qolamiz, sababi hammaga qulay bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi savollarimizni asosan ruxsatnomadagi o'zgartirishlar kiritish haqida taklif berdik, sababi
ma'lum bir o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin. Xorijdan kirib kelayotgan tovarlarni, ya'ni import, eksport vaqtida import tovarni kontraktda IDN asosini o'zgartirish, ya'ni yangi IDN qo'shish masalasi ko'rib chiqildi. Sababi bu bizda sal og'irlik muammo hisoblanyapti ayni vaqtda. Kompaniyamizda Zalal Muvaffaq Turkiya investitsiyasi asosida tashkil topgan kompaniya hisoblanib, ichimliklar, alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarishga asoslangan kompaniya hisoblanadi. Keyingi etaplarda xudo xohlasa biz Tetra Pak, ya'ni korobочный soklarni ishlab chiqarishga qaratyapmiz va shu bilan birga PET preformal, ya'ni baklajka va qopqoqlarni ham davom ettirib ketmoqchimiz.